Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yurak anatomiyasi, yurakni klapanlar tuzilishi, yurakni mediaston sohasi joylashuvi va yurakni qavatlari haqida gaplashamiz. Bu yerda yurakni anatomik jihatdan tasviri keltirilgan. Yurakda barchamizga ma'lum 4 ta chamber, ya'ni 4 ta kamerasi bor, ya'ni 2 ta bo'lmachasi, 2 ta qorinchasi bor. Bo'lmacha va qorinchalar o'rtasida maxsus klapanlar, ya'ni 3 tabaqali trikuspid klapan va 2 tabaqali mitral klapanlar bor. Bundan tashqari yana yarim osmon klapanlar bor. Yarim osmon klapanlar asosan qorinchalar bilan o'pka aorta pulmonarniy, ya'ni aorta va pulmonar arteriya o'rtasida va qorinchalar o'rtasida yarim osmon klapanlar joylashgan. Endi har biri haqida alohida gaplashamiz. O'ng bo'lmachaga superior vena cavae, inferior vena cavae va koronar sinusdan kelib qon quyiladi. Koronar sinus bu o'sha yurakni o'zini koronar qon tomirlari qon bilan ta'minlagandan keyin unda hosil bo'lgan karbondioksid qon kelib koronar sinusga quyiladi. Koronar sinus kelib o'ng bo'lmachaga quyiladi. O'ng bo'lmacha qisqarganda trikuspid klapan, ya'ni 3 tabaqali klapan ochiladi. Ochilgandan keyin qon o'ng qorinchaga tushadi. O'ng qorincha qisqarganda qon yarim osmon klapan orqali umumiy o'pka arteriyasiga o'tadi. Umumiy o'pka arteriyasi o'ng chap o'pka arteriyasiga bo'linib ketadi. Ikkita o'pkaga borib gazlanmashni bo'lgandan keyin u yerda hosil bo'lgan arterial qon, ya'ni kislorodga to'yingan qon o'pka venasi orqali kelib chap bo'lmachaga kelib quyiladi. O'pka venasi 4 ta, har bitta o'pkadan 2 ta o'pka vena chiqadi. Demak, shu yerda e'tibor beradigan joyimiz o'pka arteriyasida venoziy qon bo'ladi. O'pka venasi esa arterial qon bo'ladi. O'pka venasi 4 ta, har bitta o'pkadan 2 tadan chiqadi, chap bo'lmaga kelib quyiladi. Chap bo'lmachadan qon chap qorinchaga o'tadi 2 tabaqali mitralniy klapan orqali. Chap qorincha qisqarganda qon yarim osmon klapan orqali aortaga chiqadi. Aortadan esa butun tanaga kislorodniy qon yetib boradi. Demak, odam organizmida 2 ta qon aylanish doirasi, katta va kichik qon aylanish doirasi bor. Katta qon aylanish doirasi chap qorinchadan boshlanadi. Chap qorincha qisqaradi. Qon yarim osmon klapan orqali aortaga o'tadi. Aorta butun tana orqali qon bilan ta'minlanib, superior vena cavae, inferior vena cavae kelib bo'lib o'sha o'ng bo'lmachaga kelib tugaydi. Kichik qon aylanish doirasi esa o'ng qorinchadan boshlanadi. Yarim osmon klapan orqali o'pka arteriyasiga borib, o'pka arteriyasi orqali o'pkaga boradi. O'pkadan chap bo'lmaga kelib quyiladi. Demak, kichik qon aylanish doirasi o'ng qorinchadan boshlanadi, chap bo'lmaga tugaydi. Katta qon aylanish doirasi esa chap qorinchadan boshlanib, o'ng bo'lmaga kelib tugaydi. Demak, bu yerda yana yurakni klapanlari gaplashib, yurakni qavatlari ta'sirlangan. Yurakni 3 ta qavati bor. Eng tashqi qavati epikard, o'rta qavati miokard qavati, juda ham muhim ahamiyatga ega eng qalin muskulli qavati va yurakni endokard qavati mavjud. Yurakni endokard qavatiga ko'rib turganingizdek, mana klapanlar o'sha maxsus biriktirish to'qima fibroz halqa orqali birikib turadi. Endi klapanlar haqida alohida gaplashadigan bo'lsak, bizda o'sha boya gaplashdik, 2 tabaqali, 3 tabaqali klapanlar bor va undan tashqari yarim osmon klapanlar bor. Aorta pulmonarniy yarim osmon klapanlar. Aorta pulmonarniy valves, ya'ni yarim osmon klapanlar asosan o'ng qorincha bilan pulmonar arteriya o'rtasida joylashgan va chap qorincha bilan aorta o'rtasida aorta yarim osmon klapanlar joylashgan. Bu klapanlarning o'ziga xos tuzilishi varog'lari 3 ta bo'ladi. Har birida mana rasmda ko'rib turganingizdek, aorta yarim osmon klapanida 3 ta varog' bor. 1 ta, 2 ta, 3 ta. Pulmonar valve, ya'ni pulmonar yarim osmon klapanda ham 3 ta varog' bor. Bundan tashqari bularning sinuslari, ya'ni valsalva sinuslari bor. Qachonki bularning valsalva sinuslari to'lishi bilan bu klapanlar yopiladi. Shtobi o'sha o'ng qorincha va chap qorinchaga qon qaytib o'tmasligi uchun. Va anulus fibroz, ya'ni fibroz halqalari bor. Tolali halqalar, ya'ni buni boya gaplashdik. Fibroz halqa bu endokard qavatga klapanni biriktirib turuvchi maxsus biriktirish to'qima. Buni yana bitta o'ziga xos xususiyati bor. Bu izolyatsiya vazifasini bajaradi bu halqa.
tolali halqa. Qachonki agar tolali halqada defekt bo'ladigan bo'lsa, bizda o'sha sinatral noddan hosil bo'lgan impuls AVga o'tishi kerak bo'ladi. Izolyatsiya vazifasini tolali halqa bajarib turadi. Endi unda defekt bor-ku, shuning hisobiga sinatral noddan hosil bo'lgan sinatral nod taxminan mana bu yerlarda bo'ladigan bo'lsa, mana shunda hosil bo'lgan impuls AVga o'tishi kerak bo'ladi. AVda emas, qo'shimcha o'tkazuv yo'llari orqali, Kent yo'li orqali o'tadi. Shuning hisobiga bizda demak aritmiyalar yuzaga keladi. Wolff-Parkinson sindromi. Bu vaqtda o'sha bo'lmacha va qorinchalar birdaniga qisqaradi. Bo'lmacha ham, qorincha ham birdan qisqarish holati yuzaga keladi Wolff-Parkinson sindromida. Bu yerda 2 tabaqali va 3 tabaqali klapanlar tasviri keltirilgan. Qisqacha qilib tushuntiradigan bo'lsak, bu klapanlar xuddi shu tuzilishga ega, faqat ularning o'ziga xos jihatlari bor. Rasmda ko'rib turibsiz. Ularning xordalari bo'ladi. Mana xorda tendiya deyiladi. Maxsus xordalar bilan, bu xordalar esa muskullarga, papillar surg'utsimon muskullarga kelib birikkan. Agar bu muskullar, surg'utsimon muskullar qisqaradigan bo'lsa, mana bu xordalar tortiladi. Shuning hisobiga klapan ochiladi. Mana qachonki bu muskullar bo'shashadigan bo'lsa, bu xordalar bo'shashib, orqaga qaytib klapan yopiladi. Bo'lmachilar to'lganda bu muskullar qisqaradi, klapan ochilishi uchun. Qorinchalar to'lganda bu muskullar bo'shashadi, klapan yopilib, qorinchadagi qon bo'lmachaga qaytib chiqib ketmasligi uchun. Bu o'sha trikuspid va mitralniy klapanning o'ziga xos anatomik tuzilishi. Ya'ni xorda tendiya xordalarning bo'lishi va maxsus mushaklar muskullari, papillar surg'utsimon muskullarining bo'lishi o'ziga xos tuzilish hisoblanadi. Undan tashqari mana bu yerda varoqlari bor. Mana bikuspid, ya'ni 2 tabaqali klapan 2 ta varog'i bor, mana trikuspid klapan desa 3 ta varog'i bor. Bu varoqlarni boya gaplashdik. Endi o'sha yurakni mediastinumdagi o'rni haqida gaplashadigan bo'lsak, o'zi mediastinum 2 ga bo'linadi. Superior mediastinum, inferior mediastinum. Superior mediastinum bilan inferior mediastinum chegarasi qayerda desa, 4-5 bo'yin umurtqasini, 4-5 bo'yin umurtqasini o'rtasidan va sternumda dassasi va tanasini o'rtasidan chizib o'tkazsak, superior mediastinum, inferior mediastinum demak chegarasi o'sha yerda bo'ladi. Inferior mediastinum o'zi 3 ga bo'linadi: anterior, middle va posterior. Anterior mediastinumda demak timus, limfa bezlari joylashgan. Middle'da yurak joylashgan. Mana ko'rib turibsiz, middle sohasi sariq bilan belgilangan yurak. Posterior sohada esa qizilrangach arteriyalar, umumiy limfa yo'llari, aortani demak tarmoqlari va vagus nervlar joylashgan. Demak, mediastinum sohasida inferior mediastinum chegarasi, ya'ni mana bu inferior-ku, mana bu inferior mediastinum, uning chegarasi nima bilan tugayapti? Uning chegarasi yurakning qopchasi, perikard bilan tugayapti. Mana yurak qopchasi, demak inferior mediastinumda chegarasi ekan. Demak, yurakning qopchasini, ya'ni perikardning oldingi qismi demak anterior, orqasi esa posterior mediastinum bo'ladi. Mana perikardning oldingi qismi anterior mediastinum, orqa qismi posterior mediastinum bo'lar ekan. Demak, endi yurakni qirralari va yuzalari haqida gaplashamiz. Yurakda yuzalar haqida gaplashadigan bo'lsak, ikkita tomondan right lung, left lung, ya'ni o'ng o'pka va chap o'pka bilan chegaralangan ikki tomondan, pastdan esa diafragmaga tegib turganligi uchun pastki diafragma yuzasi bor. Demak, bu yuzalar edi. Endi yurakda ikkita asosiy qirra bor. Qirralari ikkita, mana bu o'tkir qirrasi, obtuse, acute o'tkir va obtuse o'tmas qirralari bor. Ya'ni inferior margin va obtuse margin. Inferior marginda bizda asosan right ventriculum, ya'ni o'ng qorincha hosil qiladi. Obtuse margin, ya'ni o'tmas qirrani esa left ventriculum hosil qiladi. Ikkita qirrasi bor. Mana bu inferior margin va obtuse margin. Inferior marginda o'ng qorincha, obtuse marginda esa chap qorincha hosil qiladi. Bu qirralar edi. Endi qavatlar haqida chuqurroq gaplashadigan bo'lsak, bu yerda juda ham chiroyli va juda ham muhim ma'lumotlar keltirilgan. Diqqatingizni mana bu rasmga qaratamiz. Yurakning qavatlari, eng tashqi qavati
epikard qavat, mana epikard qavati, ya'ni perikard, epikard qavat, o'rta qavati miokard va ichki qavati endokard. Tashqi qavatini oladigan bo'lsak, epikardni tashqi qavati perikard, ya'ni qopchasi, yurakni epikard qavati tashqi tomoni qopcha, ya'ni perikard bilan o'ralgan. Buni qanday tushunish mumkin? Buni mana bu qavat miokarddan keyingi qavat epikard, ko'rib turganingizdek. Epikardni o'zini qopchasi bor, bu perikard. Perikardni eng tashqi tomoni fibroz qavatdan tashkil topganligi uchun qattiq bo'ladi, uncha-munchaga cho'zilmaydi va o'rta qavatida parietal va vitseral varaqlari bor. Mana parietal, mana bu vitseral. Mana bu vitseral. Buni o'rtasida esa perikard bo'shlig'i bo'ladi. Perikard bo'shlig'i. Mana. Perikard bo'shlig'ida esa perikard suyuqligi bo'ladi. Endi mana bu perikard qavati, demak, tashqi fibroz qavati bo'ladi, ichki parietal va vitseral varaqlari bo'ladi. Bu yurakning qopchasi, ya'ni xaltasi hisoblanadi. Mana bu rasmda ham chiroyli keltirilgan. Mana perikardial cavity, ya'ni perikard bo'shlig'i, bu yerda perikard suyuqligi bo'ladi va fibroz qavati bo'ladi. Fibroz qavat qattiq bo'ladi. Endi bu yerda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan joy nimada? Bizda yurakning barcha qon tomirlari va nervlari yurakka tashqaridan keladi, ya'ni epikard qavatdan keladi. Mana bunday qilib vizualizatsiya qiladigan bo'lsak, tipa mana shunaqa qilib kirib keladi. Ya'ni epikard tomonidan. Ya'ni yurakni muskul qavatini epikardga yaqin qismi mana bu yurakning muskul qavati, to'g'rimi? Mana shu muskul qavatni epikardga yaqin qismi mana bu bo'ladi. Chunki mana bu epikard qavat, mana bu epikard qavat. Bunga yaqin qismi subepikardial qavat deyiladi. Ya'ni bu qism ko'proq qon oladi. Nima uchun? Chunki qon tomirlar bu tarafdan kirib kelyapti. Subepikardial qavat ko'proq qon oladi. Muskul qavatni endokard qavat mana bu. Yaqin qismi esa subendokardial qavat, ya'ni mana bu subendokardial. Mana bu subepikardial qavat epikard qavatga yaqin bo'lgani uchun, mana bu qism subendokardial qavat endokard qavatga yaqin bo'lgani uchun bu kamroq qon oladi. Bu normal, bu oxirgi kamroq qon olmaydi, bu oxirgi qonda oladi. Endi bu holat sog'lomlikda normal, lekin agar sog'lom emas, misol uchun qanaqa yurak ishemik kasalligi bor, stenokardiyasi bor yoki bo'lmasa aterosklerozi bor yoki vazospastik stenokardiya, qaysi yurak ishemik kasalligi bor, bemor asabiylashdi yoki stressiy holat bo'ldi, jismoniy zo'riqqan vaqtida subendokardial qavatga qon yetmay qoladi. Ya'ni bu yerga qon yetmay qoladi. Qon yetmay qoladi, natijada mana shu sohada ishemiya yoki miokard infarkti yuzaga keladi. Buni EKG belgisi esa depressiya bo'ladi. Demak, epikard tomondan, mana bu tomon, epikard tomondan qon tomir kirganligi sababli subepikard qavatdan subendokard qavatga qarab ishemiya riski ortar ekan. Mana bu tomon, subepikard tomon qavat ko'proq qon oladi. Chunki qon tomir shu yerdan kiradi. Bu subendokard qavat esa oxirgi qonda oladi. Subepikard qavatdan subendokard qavatga demak o'sha ishemiya riski oshadi. Sababi qon tomir bu yerdan bu yerga qarab davom etyapti. Endi perikard bu yurakning qopchasi. Uni chegarasi qayerda? Boya gaplashdik. Inferior mediastinum chegarasi yurakning qopchasi, perikard bilan tugaydi dedik. Perikard bu yurakning qopchasi asosan o'sha frenik nerv innervatsiya qiladi. Frenik nerv o'zi aslida diafragma nervi hisoblanadi. Mana diafragma chiquvchi nerv perikardni ham innervatsiya qilyapti. Ko'proq chap tomon rasmda ko'rib turganingizdek. Agar yurakda sanchuvchi o'tkir, pichoq sanchigandek og'riq yoki o'tkir bezga o'xshab og'riq bo'lsa, bu ko'pincha yurakning o'zi emas, balki qopchasidagi og'riq hisoblanadi. Yurakning o'zidagi qon hech qachon bitta sohada bo'lmaydi. U irradiatsiya beradi. Ya'ni o'sha chap qo'lga, bo'yin sohalariga tarqagani uchun og'riq, ya'ni og'riqni lokalizatsiyasi kengroq bo'ladi, yurakda o'zida bo'ladigan bo'lsa. Qopchasida bo'ladigan bo'lsa, asosan bitta nuqtada sanchuvchi, o'tkir bezga o'xshab og'ruvchi og'riqlar bo'ladi. Perikardit bu yurak qopchasining yallig'lanishi. Agar perikard yallig'lansa, misol uchun mana bu yurakni
qopchasi yallig'landi, qaysi bir infeksiya hisobiga yoki yallig'lanish kasalliklar tufayli yallig'lansa, diafragmani nervi innervatsiya qilgani hisobiga bemorda bo'yinda va yelkada ham og'riq bo'ladi. Ko'proq chap tomonda bo'ladi lekin. Endi to'shagi orqa tomonda asosan odam organizmini old tomonini qaraydigan bo'lsak, to'shagini orqa tomonda o'ng qorincha joylashgan. Ya'ni eng zararlanuvchi risk soha o'ng qorincha hisoblanadi. Ko'krak qafasining eng old tomonda o'ng qorincha joylashgan. Ya'ni mana bu soha joylashgan eng ko'p risk hisoblanadi. Shuning uchun qanaqadir baxtsiz hodisa tufayli, misol uchun pichoqlangan holatlarda ham ko'proq o'ng qorincha zararlanadi. Yurakning orqa tomonida esa left atrium, ya'ni chap bo'lmacha joylashgan. Ko'krakning orqa qismida esa yurakning orqa qismi left atrium joylashgan dedik. Ko'proq bu qizilo'ngach bilan chegaralangan, chegaradosh bo'ladi. O'shaning hisobiga agar chap bo'lmacha kengayadigan bo'lsa, qizilo'ngachni qisib qo'yadi, disfagiya bo'ladi va o'sha sohada qizilo'ngachning oldida recurrent laryngeal nerve, ya'ni qaytuvchi nerv qaytuvchi aorta ravog'ini o'rab olib, qaytuvchi nerv joylashganligi hisobiga uni ham ezib qo'yib, xirlash yuzaga keladi, Oltner sindromi yuzaga keladi. Bu yerda yurakni o'sha yuzalari haqida boya gaplashdik. Diafragmal yuzasini ko'proq chap qorinchani 3dan 2 qismi va o'ng qorincha 3dan 1 qismi hosil qilganligi uchun EKG tarmoqlarda ikkinchi, standart tarmoqlarda ikkinchi, uchinchi tarmoqlar va AVF tarmoqlari ko'proq diafragmal yuza haqida ma'lumot beradi. Biz ko'proq AVF bilan ikkinchi tarmoqqa e'tibor beramiz. Ishemiya agar o'sha sohada bo'ladigan bo'lsa, katta ehtimol bilan chap qorincha yetishmovchiligi bo'ladi. Sababi bu yuzani 3dan 2 qismi chap qorincha hosil qilayotgandi. Uchinchi tarmoqqa uncha e'tibor bermaymiz, sababi uchinchi tarmoq ko'proq EKGni biz odam yurakni old tomondan olganimiz uchun uchinchi tarmoq orqa tomondan olmaymiz, old tomondan olamiz. Uchinchi tarmoq esa orqa tomon haqida bizga ma'lumot beradi. Ya'ni soyasi, yurakni soyasi haqida ma'lumot bergani uchun uchinchi tarmoq uncha ahamiyatga ega emas. Endi rentgenda ta'siri, chest X-ray, ya'ni rentgen ta'sirini ko'radigan bo'lsak, bizda o'ng chegarani right atrium, ya'ni o'ng bo'lmacha, chap chegarani esa left ventriculum, ya'ni chap qorincha belgilab beradi. Agar bu left ventriculum kengayib ketsa, ya'ni chap qorincha kengayib ketadigan bo'lsa, mana kengayib ketadigan bo'lsa, bu chegara ham kengayadi. Mana bu rasmda mana qarang, kengayib ketyapti. Bu asosan dilatatsion kardiomiopatiyalarda bu holat yuzaga keladi.